Moğol imperiyasının mötüver Uyghur veziri Mahmud Beg Yalvaç. Çingizxan, Ögedeyxan ve Mönkü xanlığı baş vezir ve baş müşavir bolğan ulug' dövlet erbabı Mahmud Yalvaç miladiye 1171 yılı 11 ayda Xorazmlik bir Uyghur savdogar oilasida tug'ilgan. Uning shu chaqdagi inovati va danqi o'zining Xorazmlik yurtdoshi dangliq Xorazmshoh Aloyiddin Muhammad ibn Tokash sultonga qilgan diplomatik vazifasidan boshlangan. Mushu tunji diplomatik faoliyatidan keyin u butun Turkiston tarixidagi eng ulug' shaxslarning biriga aylangan. U 1218 yildagi Muhammad Xorazmshohga qilgan diplomatik vazifasidagi muvaffaqiyati sababidan Yalvaç deb atalgan. Ana shu chaqdan boshlab Mahmud al-Xorazmning ismi Mahmud Yalvaçga o'zgargan. Buning ma'nosi Mahmud diplomat yoki elchi deganlik bo'lib, keyincha u buyuk Chingiz Qog'on ordusidagi tayanch to'riklarining biriga aylangan. Xorazm podshohligi 1221 yili butunlay vayron qilingandan keyin Mahmud Yalvaç Çingizxan Moğol davlatining davlat to'riklarining biri deb qaralgan va 3 avlod Qog'on tarafidan e'tiborlanib ishlatilgan. Mahmud Yalvaç Çingizxan davrida amaliy iqtidori hammadan ustun bo'lsa-mu, lekin mulkiy va askariy ishlarda hech qanday cho'ng huquq tutmagan. Faqat Çingizxonga dodil va mardona holda maslahat berib turgan. Bu holat uning qog'onlikdagi nopozini va hurmatini texmi oshirgan. Çingizxon 1224-yili g'arbdagi yurishini tugitib, Moğoliyaga qaytganda uni birga elib qaytib, 1225-yili uni Xitoy tutuqbegi qilib tayinlagan. Mahmud Yalvaç 1225-yildan 1227-yilgacha xonboqlikda turib, Çingizxonning tang'utlarni utuqliq tarmar qilishini kapolatga ega qilgan. 1227 yili 8 oyning oxiri Çingizxon tang'ut yurishida tuyuqsiz vafot bo'lgandan keyin Mahmud Yalvaçni o'z otisida ko'rdigan Ögedeyxan uni darhol xonboqlikdan Qorqurumga chaqirib kelgan. Mahmud Yalvaçning xon jamoati ichidagi hurmati nihoyatda yuqori bo'lg'achqa, hammaylar uning qog'onlikqa ko'rsatgan nomzodini himoya qiladiganligini bildirishgan. Shunlashqa Mahmud Yalvaç Joji bilan Chag'atay orasidagi qattiq raqobat va adovatning butun Turkistonni xonavayron qilib o'tishining oldini olishni zarur deb qarab, Turkistonlik musulmonlarga qartilgan qirg'inchilikni chekidan eshib ketdi deb qarab kelgan Ögedeyxonni yangi qolgan nomzodi qilib ko'rsatgan. Hammaylar shartsiz holda u ko'rsatgan yangi qolgan Ögedeyxonga bay'at qilishgan. Ögedeyxon davrida Turkiy musulmon xalqlar bilan Mo'g'ullarning munosabati yaxshilangan. Bu davrda Ögedey Qog'on Mahmud Yalvaçning maslahati bo'yicha Shimoliy Xitoydan to'liq voz kechgan bo'lsa-mu, yanada O'rta Xitoyni bazi qilib fursat kutayotgan Jurjit Oltin xonligiga yurish qilib 1236 yili yozda Oltin xonligini munqariz qilib Seriq daryo va Yeshil daryo orasidagi butun Xitoy o'tir tuzlanligini ishg'ol qilgan. Bu yurish utuqliq bo'lgandan keyin Mahmud Yalvaç Moğol noyallarining g'arbiy islom dunyosini bo'ysundirishdek urush planiga qarshi chiqib, Turkistonning Çingizxon davrida xonavayron bo'lib ketganligini, oldi bilan bu yerning iqtisodini va xalqini gullantirish lozimligini ta'kidlagan. Ögedey Qog'on buni to'g'ri tepib, bu qitimliq ijroqqa yurishning nishonini Dashti Qipchoqdan Sharqiy Yevropaga o'zgartgan. Bu qitimliq yurishga Çingizxonning istidodliq cho'ng navrisi Batuxon qo'mondonlik qilgan. Mahmud Yalvaç 1229 yildan boshlab Moğollar ilkidagi butun Turkiston shaharlarini qayta obod qilish va boj orqali xonavayron qilingan barliq cho'ng shaharlarni qaytadan qurib chiqish ishlari bilan shug'ullanib, 10 yilga yetmagan qisqa vaqt ichida Çingizxon xonavayron qilib tashlagan Buxoro, Xorazm, Marva, Özkent, O'trar, O'rganch va Toshkent qatorliq shaharlarni qaytadan gullantirgan. Mahmud Yalvaç
bevosita o'giday qolgan oldida javobgar bo'lg'achqa hamma ishda to'liq huquqliq ish ko'ratdi. Bu holat 1224-yildan buyon Qarxoniylar tavasini asos qilib, yangi qurilgan Chag'atay xonligining tunji xoni bo'layotgan Chag'atay xonning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Chunki u 15 yildan buyon faqat nomdili hukmron edi. Uning bevosita boshqarish doirasi faqatla otisi uningga bo'lib bergan Mo'ng'ul qabilalari bilan cheklanadi. Lekin xonlikning eng asosli ko'p sonli xalqi va butun cho'ng shaharlarning hammasini Mahmud Yalvash bevosita boshqaradi. Shu vajidan Chag'atay o'zining taxt saltanatining Mahmud Yalvashga o'tib ketishidan andish qilib, uning bilan qasdan jidal majra qilishga boshlagan. Mahmud Yalvash imkon qadar o'zini jidaldan tortib, ishini davom qilavergan. Chag'atay xon buningdan texmi jili bo'lib, har fursat bo'lganida Mahmud Yalvash ustidan inisi o'gaday qolganga shikoyat qilishni odat qilgan. Mahmud Yalvash bilan Chag'atay xonning munosabati 1225-yili yozda Allama Yusuf Sakkokini nahaq turmaga tashlagandan beri yomonlashib ketgan edi. Chag'atay xon Mahmud Yalvash bilan 15 yildek qerishibmi, uning nopozini va huquqini ojizlashtira olmag'achqa, oxirgi 5 yillik umrida aroq sharobga xumor bo'lib kelib, o'zining xonlik nopozini texmi yo'qitib qo'ygan. O'gaday qolgan o'z akisining ustozi Mahmud Yalvashga yo'shirin qasd qilishidan ansirab, 1240-yili bahor oylarida Mahmud Yalvashni poytaxt Qorqurumga yo'tkab kelib, uningga buyuk davlat arbobi va bosh mushavir martabasi in'om qilib, qog'onlikning butun mulki, ma'muriy ishlarini uning qo'liga topshirgan. Ayni chog'dagi qog'onlik tavasida Mahmud Yalvashning o'rnini basalaydigan hech kim bo'lmag'achqa, qog'on Mahmud Yalvashning iqtidorli va himmatlik o'g'li Mas'ud Yalvashni otasining o'rniga Turkistonning bosh mufattishi va bojgiri qilib tayinlagan. Mas'ud beg otasi qilishga ulgurolmagan yana bir qutlug' ishni vujudga chiqarib, o'rta asr Uyg'ur tarixida unutilmas tuhfa yaratgan. U 1212-yildan 1218-yilgacha xonavayron qilib tashlangan azizani Qashqar va shahidani Xotanni qaytadan gullandirib, Sochiya kutubxonasi va xonlik madrasalarini qaytadan insho qilgan. Uning bu tuhfasi hozirgacha madhiyalanmoqda va yod etilmoqda. Milodiya 1241-yili 11-dekabr o'gaday qolgan qazo qilgan. 1242-yili Chag'atay xonmi o'lgan. G'arbiy Yevropani bo'ysundirishga tayyorlangan Mo'ng'ul qo'shini 1242-yili atiyozda bu shum xabardan vaqt bo'lib, yangi qolgan saylash uchun G'ol qo'shinni Etil va Ural vodilariga qaytirib ketgan. O'gaday qolgan vafot bo'lishdan ilgari Mahmud Yalvashni Xitoyga avatib, uni xonbolikda turishliq favqulodda bosh mufattish qilib tayinlab, Xitoy nopozini aniqlab chiqib, yangi bosh tuzumi o'rnatishga taklif qilgan edi. Shunga u xonbolikda necha yil turib qolgan. Bu jarayonda taxtni qo'liga ilib olgan Turkina xatun Mahmud Yalvashni qaslab o'ltirish uchun suiqasd planlab, mag'lub bo'lgandan keyin uning mansibini ilib tashlab, o'rniga o'ziga Sodiq Abdurahmon degan kishini vazir va bosh mushavir qilib tayinlagan. Shuningdan keyin Mahmud Yalvash o'zining Turkistondagi ishini o'g'li Mas'ud bekka havola qilib, o'zi faqat burunqi oltin xonligiga tava bo'lgan Shimoliy va O'rta Xitoyni mustaqil idora qilish bilan cheklangan. Mahmud Yalvashni o'rnidan siqib chiqargandan keyin Mo'g'ullarning qolgan saylash ishi toki 1251-yilgacha kechikib ketgan. Yangi qolgan Mönko xonmi yanada peshqadam vazir Mahmud Yalvash bir qo'lliq tarbiyalagan Barka xonning akisi Batu xon tarafidan qayta taxtga chiqarilgan. Mahmud Yalvashning eng oxirgi tarixiy to'pisi kelgusida Xitoyni markaz qilib quriladigan yangi Mo'ng'ul imperiyasining qurg'uvchisi bo'lgan Qublay xonni tarbiyalab yetishtirishi edi. 1215-yili Bo'g'isi Chingizxon xonbolikni ishg'ol qilib,
Altun xonligi ustidan cho'ng zafar quchib qaytib kelganda tug'ilgan Qublayxon xristian onasining ta'siri va Xitoy o'qituvchi ustozlarining ta'sirida boshqa millatga va yot madaniyatga havas qiladigan xonzoda bo'lib o'sgan edi. O'giday qolgan 1240-yili 25 yoshlik jiyani Qublayxonni xonbolikdagi pir azam va Qadinos vaziri Mahmud Yolvoshning yeniga avatib, jahon so'rash, davlat boshqarish va saltanatni kuchaytirish mahoratlarini o'rganishga buyurgan edi. Qublayxon 1251-yili aksi Mönköxon qolgan bo'lg'ichi bo'lgan 11 yilda Mahmud Yolvoshning yenida turib, uningdan o'z millatini so'yish va o'z madaniyatini texmi beyitishni o'rgandi. U yana 11 yil vaqt ichida peshqadam bosh vazirining ko'ngil qo'yib tarbiyalashi natijasida Xitoy ustidan 100 yilga yaqin hukmronlik qilgan bir imperiyaning asosini soldi. Qublayxon 1251-yildagi qolgan saylimida aksi Mönköxonga madad berish uchun xonbolikdan Qorqurumga keldi. Keyin u qadrlik ustozini qayta yo'qlashga kelgan bo'lsa-mu, lekin alliburun kechikib qolgan edi. Chunki himmatlik Mahmud Yolvoch 1254-yili 11-may dushanba kuni Xonbolik shahrida vafot bo'lgan edi. Qublayxon 1255-yili ustoziga atab Xonbolik shahri ichida hashamatlik bir mozor insho qilib, uningga bo'lgan hurmatini ifodaladi. 1268-yili butun Xitoyni to'liq bo'ysundirib, yangi va kuchli bir imperiya qurdi. 1271-yili u Yuan xonligini qurgandan keyin pir ustozining vasiyati bo'yicha İdiqut Uyg'ur xonligi, Tarim vodisi, Farg'ona vodisi va Xorazmlardan sanoqsiz Uyg'ur talant egillarini Xitoyga taklif qilib, yangi davlatining asosini puxtaladi. U yana İdiqut Uyg'ur xonligi va Turkistondan danglik ustozlarni taklif qilib, 1274-yili Mahmud Yolvosh uchun Uyg'urcha va islomcha bir hayvatlik gumbaz yasatdi. Bu mazorliq keyinchi davomli kengayib, Beijingdagi musulmonlar qabristonligining asosi bo'lib qoldi.